O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar iqtisodiyotning barcha sohalarida, ayniqsa hududlarni kompleks rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish va aholi bandligini ta'minlash yo'lida o'z samarasini bermoqda. Investitsiya dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratilmoqda. Eksport hajmlari ortib boryapti. E'tiboringizni raqamlarga qaratsak, hududiy investitsiya dasturi doirasida 2025-yilda viloyatda 1,5 milliard dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, belgilangan reja 104,2% ga bajarildi. Eng ko'p xorijiy investitsiyalar Xitoy, Birlashgan Arab Amirligi, Turkiya, Ozarbayjon va boshqa davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga viloyatda salkam 500 million dollarlik 18 ta yirik va ahamiyatli loyihalar ishga tushirildi. Bu orqali 1300 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. 2026-yilda jami 2,2 milliard dollar xorijiy investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, bu 2025-yilga nisbatan 157% ni tashkil etadi. Shu vaqtgacha asosan agrar sohaga ixtisoslashgan Oqdaryo tumani bugun tom ma'noda sanoat jadal taraqqiy etayotgan hududlardan biriga aylanib bormoqda. Tumanda bugungi kunda 185 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Ushbu quvvatlarda 1250 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. Joriy yilning yanvar-dekabr oylarida jami 1,2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Oqdaryo tumanida yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilinishida investitsiyalarning ham o'rni katta bo'lmoqda. Birgina 2025-yilda tumanda 65 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. 2025-yilda tumanda faoliyat yuritgan sanoat korxonalari 1 trillion 200 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu 2024ning o'sha mos davriga nisbatan 111,7% ga ortiq bilan bajarildi. 2025-yilda 4 ta yangi sanoat korxonamiz ishga tushdi. Ushbu sanoat korxonalarini ishga tushish natijasida 60 milliard so'mlik qo'shimcha hajm yaratildi. 150 nafarga yaqin ishchi ish bilan bandligi ta'minlandi. Tumanda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari ulushi asosan tekstil va qurilish materiallariga ixtisoslashgan bo'lib, ushbu korxonalar 2025-yilda sanoat mahsulotlarining eksport hajmi 22 million dollarga yetdi. 2026-yilda qo'shimcha bizda 5 ta loyiha ishga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu loyihalarimizni bugungi kunda qurilish montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Urgut iqtisodiy sanoat zonasining Oqdaryo tuman filiali hududida 7 ta loyihamiz ishga tushish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda auksion savdolarga chiqarilgan va 6 tasida yutib olinib, bugungi kunda qurilish montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Taraqqiyot mahallasi hududida joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saralash, qayta ishlash korxonasi 2025-yilda faoliyat boshladi. Turkiyalik investorlar ishtirokida tashkil etilgan korxonaga Turkiya va AQShning zamonaviy texnologiyalari o'rnatilgan. Loyiha qiymati 7 million dollar bo'lib, yiliga 5,5 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saralash va qayta ishlash imkoniyati mavjud. Mahsulotlar Braziliya, Gollandiya, Germaniya, Ozarbayjon, Ukraina, Rossiya va Polsha kabi davlatlarga eksport qilinmoqda. Biz ushbu yo'nalishda 30 yildan buyon faoliyat yuritamiz. Asosiy maqsadimiz O'zbekiston mahsulotlarini butun dunyoga tanitishdan iborat. Faoliyatimiz doirasida barcha investitsiyalarimizni O'zbekistonga yo'naltirishga qaror qildik. Asosiy bozorlarimiz Yevropa mamlakatlaridan tashqari Braziliya, Avstraliya, Amerika va Ozarbayjon hisoblanadi. Biz u yerdagi mijozlarimizga avvalo O'zbekistonning uzum navlarini tanitishni boshladik. Mijozlarimiz uzumlarimizni umuman olganda O'zbekiston mahsulotlarini yuqori baholadi va natijada buyurtmalar soni oshib bordi. Shu sababli hozir imkoniyatlarni kengaytirib, yana bitta korxona ochish rejamiz bor. U yerda ham olcha, o'rik, olxo'ri, shuningdek quritilgan mahsulotlar uchun alohida ishlab chiqarish va qayta ishlash liniyalarini yo'lga qo'yib, O'zbekistonning boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham sotish va mijozlarimizga keng targ'ib qilishni rejalashtirmoqdamiz. Mazkur korxonaning ish boshlashi bilan Oqdaryo va qo'shni tumandagi 50 nafardan ortiq fuqaroning bandligi ta'minlandi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi bandligini ta'minlash yo'lidagi ishlar va yangi korxonalarning faoliyat boshlashi natijasida ko'plab fuqarolar bugun o'z hayotidan, yaratilgan sharoit va olayotgan maoshidan mamnun. Ishimiz o'zimizga yoqadi. Sharoitlari hammasi yaxshi, oyliklarimiz vaqtida olamiz. Biz xursandmiz, uylarimizga yaqin, shu uyimiz atrofida katta korxonalar borligidan xursandmiz. Ro'zg'orimizga ancha foydasi tegyapti.
oilamizga, jamiyatimizga foydamiz tegadi. Oldin bu ishlar yo'q edi. 1 yildan buyon shu korxonada ishlayman. Avval ishsiz edim. 3 ta farzandim bor. Biz bu yerda ayollar bilan opa-singilday bo'lib ketganmiz. Aql-inoq qilib ishlaymiz. Kiygan mayizlarni yuvib, qadoqlab, chet davlatlarga yuboramiz, eksport qilamiz. Albatta, mazkur korxonada har bir jarayonga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorliq ostidagi bu mahsulotlar sifati har bir ishchi xodim uchun muhim. Sababi, yangi korxona o'z xaridorlariga sifatli mahsulot yetkazishi va yangi xorij bozorlarini topishi kerak. Taraqqiyot mahallasi hududidagi mana bu korxonada esa PVH profillari hamda eshik romlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Loyiha qiymati 50 milliard so'm bo'lgan korxona 2025-yil so'ngida ish boshladi. Mahsulotlar Afg'oniston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlariga eksport qilinmoqda. Yillik quvvati 45 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish bo'lgan korxonada ayni vaqtda 60 nafar fuqaroning bandligi ta'minlangan. Kelgusida bu ko'rsatkich 200 nafarga yetkaziladi. Ahamiyatlisi, ushbu korxonada mehnat qilayotgan yoshlarning ko'pchiligi yaqin yillargacha ishsiz edi. Endilikda taraqqiyot mahallasida yangi imkoniyatlar, ya'ni haqiqiy taraqqiyot boshlangan. Mana shu sex Yevropa texnologiyasi asosida keltirilib tashkil topilgan. Bu sexda laminatsiya ishlari bajariladi. Mana bu chiqib kelayotgan profillarga qoplama, laminatsiya qoplamasi bilan qoplanib, sexlarga yuboriladi. Bir kunda 1000 donagacha qilishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiya qo'ygandan keyin yoshlar ishlaydi. Yoshlar yaxshi mutaxassis bo'lib yetishyapti. Oylik maoshlarimiz yaxshi, sharoitlarimiz yaxshi. Yoshim 23 ta. Bundan oldin Urgut tumanida dehqonchilik bilan shug'ullanganmiz. Bog'dorchilik, uzumchilik bilan. Hozirda bu korxona ochilgandan beri mana shu yerda faoliyat yuritaman. Bizning vazifamiz mana shu stanoklarda turli xil mahsulotlarga laminat yopishtirish. Oyliklarimiz juda ham yaxshi, vaqtida oyliklar to'lanadi. Bizga o'xshagan yoshlar juda ham ko'plar shu yerda hozirda ish yuritmoqda. Ishimiz juda ham ajoyib. Hamma narsa vaqtida beriladi. Ishlarimiz qulay va oson. Bizning mahsulotlarimiz nafaqat O'zbekiston, balki chet el davlatlarga ham eksport bo'lib, eshik, deraza, romlar ishlab chiqariladi. Elimizga, yurtimizga foydamiz tegayotganidan juda ham xursandman. Yana tahlillarga e'tibor qaratsak, Oqdaryo tumanida 2025-yilda 34,9 million AQSh dollari miqdorida mahsulotlar eksporti amalga oshirildi. Shundan 23,5 million AQSh dollari sanoat mahsulotlari va 11,4 million AQSh dollarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. Bugungi kunda hududdagi 30 dan ortiq eksportyor korxona tomonidan 20 dan ortiq davlatlarga eksport amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu ko'rsatkich joriy yilda yanada ortadi. Tumandagi Po'latdarxon mahallasi hududidagi mana bu korxona 2023-yilda tashkil etilgan. Dastlab 30 nafar ishchi bilan ish boshlagan korxonada bugun 110 nafar fuqaro ishlaydi. Joriy yilda yana 100 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi. Italiya va Turkiya texnologiyalari asosidagi korxona kuniga 30 ming juftgacha paypoq mahsulotlari ishlab chiqaradi. Qo'shimcha tarmoqning ishga tushishi bilan bu ko'rsatkich 60 mingtaga yetkaziladi. Germaniya davlatiga bir 3 ta klientimiz bor, shularga eksport qilyapmiz. Rossiyani katta brendlarga sotyapmiz. Yaxshi, Xudoga shukr. Ishimiz ketyapti. Prezidentimizga rahmat. Mana shunaqa imkoniyatlar berib bizlarga, subsidiyalar bor. O'shandan ham biz foydalanyapmiz. Yana ham zavodimizni kattalashtirish arafasida turibmiz. Yana ham kattalashtiramiz, Xudo xolasa nasib bo'lsa. Hozirga 110 kishi ishlayapti. 2026-yil oxirigacha borib, Xudo xolasa yana 100 ta ishchi o'rin yaratamiz. Bugun korxona mahsulotlari Rossiya va Germaniyaga eksport qilinmoqda. Ayni kunlarda Avstriya bilan ham kelishuvlar olib borilyapti. Mazkur ishlab chiqarish quvvatida asosan xotin-qizlar va yoshlar faoliyat yuritmoqda. Bu orqali ular daromad topmoqda, oilaviy hayoti farovonlashmoqda va o'z orzu maqsadlarini ro'yobga chiqarish yo'lida intilishmoqda. Bizning ishxonamizda imkoniyatlar juda katta, ko'p yoshlarni ish bilan ta'minlashgan. Oyliklarimiz o'z vaqtida, eng asosiysi bir-birimizga hurmat izzatdamiz. Bizning o'zimizning mahallamizga ham masofa juda yaqin, mashina berilgan. Mashinada borib kelamiz. Biz bu yerga oilaviy ishga kelganmiz. Mana shu yerga ishlab, bir qizimni turmushga berdim. Beradigan oyliklari juda barokatli. Shu yerga ishlab, shu yerda orqasidan imorat qurdim. Mana hozir yana bir qizim bilan shu yerga ishlayman. Ikkinchi qizim tepada ishlaydi.
stanokda monpasda ishlayman. Bir kunda 2,5 mingta, 3 mingtadan ziyod qilib ham taqlaymiz. Mahsulotlarimiz hammasi sifatli. Hozirgi vaqtga chet elga chiqishga mana hojat yo'q. Chet elga borib ishlab kelganman, lekin hozirgi vaqtda mana shu yerga ishlayman. Prezidentimizga ham rahmat. Mana shunaqa imkoniyatlar berishgan ishbilarmonlarga. Shu yerda 1,5 yildan beri ishlayman. Hammasidan mamnunmiz. Ishxonamiz sharoitlari yaxshi, issiq. Oyliklarimiz vaqtida beriladi. Ayol kishini ishlagani o'zimizga yaxshi, ro'zg'orimizga foyda. Italiya va Turkiya texnologiyalari shiddat bilan ishlaydi. Uni yoshlar boshqaradi. Har bir jarayon nazorat qilinadi. Axir sifat birinchi galdagi asosiy vazifa. Ishlatayotgan apparatlarimiz Italiyadan kelgan. Paypoqni ishlab chiqaradigan modelning eng oxirgi versiyasi. Bular daqiqasiga hozir tayyor mahsulot ishlab chiqaradi. 5 daqiqaga bir parani bemalol ishlab chiqaradi. Modelga bog'liq. Katta, uzun, kichik nasklar, masalan, ayollarimiz uchun, erkaklarimiz uchun modellarimiz bor. Bu kabi loyihalar viloyatning Samarqand tumanida ham o'z natijalarini beryapti. 2025-yilda 85 ta korxona tomonidan 155 turdagi 165 million dollarlik mahsulotlarning eksporti amalga oshirildi. Shuningdek, 2026-yilda yangi tashkil etilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda sanoat korxonalari hisobidan 300 million dollarlik eksport amalga oshirish rejalashtirilgan. Mana bu mebelchilik yo'nalishidagi korxona 2003-yil tashkil etilgan. 180 nafarga yaqin ishchi xizmat qiladigan korxonada 200 dan ortiq turdagi mahsulotlar tayyorlanadi. Rossiya, Qozog'iston va Tojikistonga eksport qilinadigan mahsulotlar jahon standarti talablari darajasida tayyorlanyapti. Yiliga 30 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi va uning 20% eksportga yo'naltiriladi. Yurtimizda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan bugun tadbirkorlar mamnun. Masalan, o'tgan yili 600 ming dollar qiymatidagi kredit olindi va uskuna hamda xom ashyo keltirildi. Ayni kunda Xitoy, Italiya, Rossiya uskunalaridan foydalanilyapti. Ahamiyatlisi hudud ahlining bandligi ta'minlanyapti. Kasblar kollejini bitirib chegishga kelganman. Oyliklar yaxshi va o'z vaqtida beradi. O'zimiz chiqargan mevalarni, xom ashyolarni ko'rib xursand bo'laman. Bizda chiqargan narsalar xorijga eksport bo'ladi. Kelajakda rejam men o'zim mana xususiy katta sex ochmoqchiman. Ko'plab odamlarni ishlar bilan band qilish rejam bor. Shu yerlarda ishlab, orzularimizni oshirib, chetga chiqmasdan ishlasa bo'ladi. Gazchilar mahallasi hududidagi mana bu korxona 2014-yilda tashkil qilingan. Metall va tunika mahsulotlariga ishlov berish yo'nalishida faoliyat olib boradigan korxonada 40 nafardan ortiq fuqaroning bandligi ta'minlangan. Bu yerda kuniga 7-8 tonna metall va tunika xom ashyosiga ishlov beriladi. Eng muhimi, yurtimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida ko'plab fuqarolar o'zimizda ishli, daromadli bo'lishmoqda. Mazkur korxonada ishlagan ishchilarning ko'pchiligi ham yaqin yillargacha xorijda edi. Samarqand viloyati Pastorg'om tumanidanman. Rossiya Federatsiyasida 6 yil ishlab kelganman. Hozirda 2 yildan ko'proq shu yerda faoliyat yurityapman. Yangi texnologiyalar asosida ishlab kelamiz. Chetda topgan pulni shu yerda topsa ham bo'ladi. Viloyatda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari nafaqat sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarini rivojlantirmoqda, balki minglab fuqarolarning bandligini ta'minlab, ularning hayot sifati yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Yangi texnologiyalar, eksportbop mahsulotlar va xalqaro hamkorlikka asoslangan korxonalar yurtimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlamoqda. Eng muhimi, bu jarayonlarda inson manfaati, uning mehnati va farovon hayoti ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayni shu maqsadga qaratilgan islohotlar esa O'zbekistonni ishonch bilan farovonlik sari yetaklamoqda.